Bizda shoshma shashar xalq hech qayerda yo'q. Mana o'tgan yil biz tomonda sel keldi. Bir ariq suv, loyqa suv shunday bir qishloqning ichidan o'tib ketgan ekan, bir vohimasi ko'rib qol. "Iya! Xaloyiq! Joning bo'lsa qochib qol. Qayra qum suv bor urib ketdi" debdi. Ana vohima. 4000 aholi o'rnidan turib qochgan, ketyapti ikkinchi qishloqqa qarab. Ikkinchi qishloqqa qo'shilib 10,000 bo'lib uchinchi qishloqqa qarab qochyapti deymiz. Hech kim bilmaydi kim qaqarib ketyapti, nima bo'lgan. O'sha voqeada bo'lgan bir yigit aytib beradi, "Hojiboy aka ishonmaysiz" deydi. Bir odam deydi, xotinini ham tashlagan, bola chaqasidan, olmasdan, ota-onasini ham tashlab deydi, Valasabitga bir qop unni ortib qochib ketyapti deydi. Qarang, o'zi tirik qolsa bo'ldi. Chollar deydi, ishonmaysiz Hojiboy aka deydi. Biz yoshlarni deydi, kampirlar Afg'onga o'tib ketyapti deydi. Yugurib Afg'on minga qo'yib ketyapti deydi. Bu yo'lda bir traktor turgan ekan. Traktorning prinsiplarida setkali paxta ortadigan setkali prinsiplardan ekan, o'shanga deydi, yugurib chiqib ketyapti u chollar. Hech qayni ushlamasdan kampirlar chiqib ketyapti. Yoshlarni tepib tushirib oladi, "Tush juvonmaylar. Sanlar suzishni bilasanlar, tush. Biz qarilar minib olaylik, sanlarga barabar tush. Qo'lingni ol."